Toshkent qalasida kelib o'tirgan Million komandasining aktyori. Bugun Digirman Show mehmonini sakkilimlarning atman o'z sovg'amizni inam etamiz. Mubin Laya! Qarabağ xalqi o'z mehmon do'st xalq, shu mehmon kelgan mehmonda quruq qo'lni qo'yib yubormaymiz biz. Sovg'alar bilan qaytarishni yaxshi ko'ramiz. Bermaganning o'zida bir moshina bilan berib beramiz xalq. Qoraqalpog'iston haqida taassurotim har doim yaxshi bo'lgan. Men mana hamma ko'rsatuvlarda ham va hamma yaqinlarimizga ham bu narsani aytaman. Yaqinlarimiz juda ham ko'p, bir-birimiz bilan oqibatimiz juda ham yaxshi va davomiylik bo'lsin. Taassurotim har doimgidan zo'r bo'lgan. Har safar kelganimda har doim zo'r bo'lib ketgan. Sagilamlariga alohida rahmat. Juda ham chiroyli menga sovg'a berishdi. Endi men o'zim rasmimni kutdim. Lekin Kevalar qabriston rasmi, lekin kadr juda ham yoqdi. Xudo xolasa albatta buni uyimizga, ofisimizga chiroyli baribir chiroyli burchagiga esdalik uchun ilib qo'yamiz. Sizlarni yaxshi ko'raman.